Bugun ozgina bo'yam tusan. Sochimni gelladim va video olishga tayyorladim. Demak, ko'chada dedim. Tarixda birinchi marta o'zimizga narsa olmasdan birovga sovg'a olib keldik. Tarix buzildi. Qizim kiyinadigan magazindan sovg'a chaqaloqchaga. Skoshlab qo'yibdi, ochmaya. Ochib ko'rsatay. Bundoq qilib, o'rab, chiroyli qilib bergan. Keyin qirmiz gulli paketi bu. Qirmiz gulga onasi o'zini pulidan narsa oldi. O'zimga atir olaman deb pul to'plab qo'ydim, o'shanda olib berdim. Vitamin C bilan ishlatgan vitamin E oldim. Skidka bo'layotganiga juda arzon 7000. 3000 ga pomada. Keyin ochib ko'ramiz. Keyin kistichkalar 1000 so'mdan ekan. Oldim, chunki kerak bo'ladi bu baribir. Keyin qirmiz gul uchun buni oldim. Qirmiz gul hozir kiyadi buni. Sochiqcha. Bu bizga kerak emas, bolachaga qo'shib qo'yaman sovg'aga. Xohlasa ishlasin, xohlasa ishlatmasin, sovg'amiz bag'da tursin. O'zimga ichki kiyim oldim. O'tib ketyapsan, mashko'ynak. Iltimos, meni olib keting deganda, yurchi men bilan deb oldim. Mana shunaqa narsalarni yaxshi ko'raman. Tishimni kavagidagi pullarimga o'sani olaydi. Oldi. Qirmiz gulga qarang degan. Nima qilyapti? Ana kiyim qirmiz gulga o'lishib qolsa kerak, kiygizib ko'rsataymi? Hey, mashgul. Mashgul. Qirmiz gul. Mana qirmiz gulli kiyimchasi. Nimaga men bunaqa kiyimlar ko'p olaman? Chunki menga buni kiygizib ko'tarib yurishimga qulay. Bellari ochilib ketmaydi. O'zini yaxshi his qilib bemalol yuraveradi. Uxlayotganda kiyib yotsa ham mazza qilib dumalab kiyaveradi. Shuning uchun men shunaqa kiyimlarni tanlayman. Chiroyli ekan o'sa. Qanaqadir materiali ham yaxshi. Yana bitta ko'ylakcha. Mana bunaqa ko'ylakcha. Kiygizib ko'rsataman hozir buni ham. Buni onasi o'zini puliga oldi, uni dadasining puliga oldi boyagini. Uyda yumshoqqina kiysa bo'ladi, ko'chaga ham kiysa bo'ladi. Qo'li bunaqasi bola uchun yaxshi ekan, chunki chivilla pashala kelib chaqmaydi, yopib turadi. Oyog'iga ham endi ilojisi yo'q. Oyog'ini yopib turganda ham yaxshi bo'ladi-yu. Paypog'ini negacha kiygizsak, chivin chaqmaydi. Qo'li mana shunaqasi bolaga yaxshi ekanda, kaltayingdan ko'ra. Yana bitta kiyimchasi. Boya o'zimning kiyimim yarmida qolib ketdim mana. Shimsiz ekan, shunoq ekan o'zi. Orqasidagi zamoga dumbasigacha ekan. Hozir buni ham kiyib ko'rsalarchi. Nima mana shu bolalar paketlarni yaxshi ko'rib. Jiji qizim bu. Ay, salom qiz bo'p fotoini qayerda? Yaxshi shuni olman. Mana qirmiz gul. Yaxshi ham olib beraman qizimga, go'zal qizimga. Katta qizlarga o'xshab qolganmi? Katta qish bo'lib qoldi, ishmi qishim? Ona bo'lish shunaqa bo'lar ekanda, endi o'zing yemay, yedir, kiymay, kiydir deyshadi-yu, to'g'ri ekan. Endi o'zim ko'ylagim kiyib ko'ray-a. Shundagi bo'lgan zo'r bo'lardi. Agar onam ko'rsalar, dasturxonliga nima kiyib olding deydilar. Dasturxonlikmi shu? Endi mana vitamin E ni vitamin C bilan ishlatish uchun oldim. Birga ishlatib, natijasi yaxshi chiqsin deb. Sensiyalik. Vitamin E ham ishlatib ko'raylik-chi. Pomada oldim.